Assalomu alaykum qadrdonlar. Bu video milliy sertifikatga shijoat bilan tayyorgarlik ko'rayotganlar uchun foydali bo'ladi. Ya'ni hozir sizga o'rgatadigan savolimga o'xshash savollar milliy sertifikat imtihonlariga tushish ehtimoli 99% ni tashkil etadi. Va bunga o'xshash savollar har imtihonda, har olimpiada savollarida, har milliy sertifikat imtihonlarida takror keladi. Va bu savol quyidagidan iborat. Qaysi javobda musichaning sistematik birliklari to'g'ri ketma-ketlikda berilgan? Ya'ni musichaning sistematik birliklari bu hayvonlar sistematikasi, ya'ni tur, urug', oila, turkum, sinf, tip ketma-ketlikda to'g'ri kelishi kerak. Va bunda o'rtoqlar, umurtqalilar kenja tipi to'g'ri, kaptarsimonlar turkumi bo'ladi. Musicha bu turning nomi. Xordalilar tipi to'g'ri, chumchuqsimonlar turkumi xato bizga, qushlar sinfi to'g'ri, lichinka xordalilar kenja tipi xato bizda. 5 bilan 7 xato ma'lumot, u bor javoblar chiqib ketadi. Keyin bizda A bilan C javob qoladi. A bilan C javobda ketma-ketlik, A javobniki to'g'ri, chunki musicha tur, kaptarsimonlar turkumi 2, 6 bizda qushlar sinfi, keyin umurtqalilar kenja tipi, keyin 4da demak xordalilar tipi berilgan. C'da esa ketma-ketlik o'zgargan. Ya'ni bizda aytayaptiki, musichadan keyin, turdan keyin qushlar sinfi kelyapti, ketma-ketlik o'zgaryapti. Turdan keyin urug', urug'dan keyin oila, oiladan keyin turkum, turkumdan keyin sinf, sinfdan keyin tip, tipdan keyin dunyo ketma-ketligi bo'lishi kerak edi. Va o'rtoqlar, mana shunga o'xshash savol milliy sertifikat, imtihon, olimpiada savollariga har gal takrorlanadi. O'simliklar sistematikasi ham xuddi shunday takrorlanadi. O'rtoqlar, mana shu video 1000 dan oshiq like yig'sa, 1000 ta like yig'sa, men sizga Telegram kanalga shu hayvonlar sistematikasi bo'yicha bepul qo'llanma tayyorlab beraman.